Assalomu alaykum hammaga. Yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Inshaalloh navbatdagi videomiz orqali KIP Yongjuyong Chungapyonga imtihon haqida o'rganib chiqamiz. Inshaalloh foydali bo'ladi. Qani unda videomizni boshladik. Yongjuyong Chungapyonga demak umumiy baholash deb olsak bo'ladi. Yongjuyong Chungapyonga bu Koreya madaniyatini tushunish asosiy kursi, ya'ni Hanguk Saveihe 5-tangi Kibon Kwajongni bitirgan kishilar topshira olishar ekan. Ya'ni nima maqsadda o'zi topshiriladi buni? Yongju Chagyokni olish uchun, ya'ni doimiy yashash, uzoq muddatli yashash maqomini olish uchun ariza bermoqchi bo'lgan shaxslar topshira olishar ekan. Demak, ishtirokchilarning nimasi tekshiriladi? Koreys tilisi, Koreya madaniyati, Koreys jamiyatini tushunish darajasi kabi asosiy bilimlar yetarlicha ekanligini tekshirish uchun o'tkazilar ekan. Demak, kimlar topshira olishadi? Ijtimoiy integratsiya dasturi, ya'ni bu Sovetunga programni o'zbekcha holati. Demak, 5-bosqich asosiy darsini tugatgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni 5-bosqich Kibon Kwajong 70 soat bo'ladi. Shimhua Kwajong ya'ni chuqurlashtirilgan 30 soat bo'ladi. Siz 30 soatni emas, shu birinchi 70 soatlikni tugatgan bo'lishingiz kerak ekan bu imtihonga kirish uchun. Demak, yana kimlar kira oladi? 70 soatni siz o'qimadingiz, lekin Sajon Pyonga testidan 85 ball yoki undan yuqori ball olgan bo'lsangiz ham, Sovetunga program 5-tangeni o'qimasdan turib, shu Chungapyongaga topshira olar ekansiz. Faqatgina siz o'sha Sajon Pyonga imtihoniga kirganingizga 2 yildan oshmagan bo'lishi kerak ekan. Baholash usuli demak, hozircha faqatgina PBT shaklida bo'lar ekan. Demak, Pilgichom jami 40 ta ekan, ya'ni bu ilki deb olsak bo'ladi. Ilki va Sigi aralash. Demak, Kekwanchik, ya'ni faqatgina siz variant belgilaydiganingiz 36 ta, Changmunhyong shakli, ya'ni buni Sigi deb olsak bo'ladi. Yozadigan qismimiz 4 ta va Kusulshom degani bu og'zaki imtihonimiz. Kusul shaklidagisi 5 ta bo'lar ekan. Demak, Kekwanchik uchun 50 minut, Changmunhyong uchun, ya'ni Sigi uchun 10 minut va og'zaki imtihon uchun 10 minut berilar ekan va yonidagi ballarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Yozma topshiriq, demak, berilgan mavzu asosida 200 bo'g'indan oshmagan holatda yozishimiz kerak ekan. Og'zaki imtihon qanday bo'ladi? Demak, biz gapirish va uni tushuntirish, suhbatlashish shakllaridan iborat bo'lar ekan. Demak, 2 nafar og'zaki imtihon oluvchi bo'lar ekan xonada biz bilan va 2 nafar imtihon topshiruvchini bir vaqtda baholar ekan. Ya'ni bitta xonaga kiriladi, u yerda 2 ta nazoratchi bo'ladi. Bizni, ya'ni imtihon savol beradigan kishi 2 ta va 2 kishidan kirilar ekan imtihonga. Ya'ni siz bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni boshqa kimdir bo'ladi, birga savol-javob qilinadi. Keyingisi natijalar e'lon qilinishi imtihon o'tgandan keyin, ya'ni imtihon kunidan keyin 6 kun o'tgandan keyin soat 4da e'lon qilishar ekan. Natijani qayerdan ko'rish mumkin? kiptest.org saytidan ko'rishingiz mumkin. Demak, My Page va Songjok Hwagen degan qismidan tekshirib olsangiz bo'lar ekan va bayram kunlari, dam olish kunlari sababli muddatlari o'zgarishi ham mumkin ekan, ya'ni natija chiqish muddati. O'tish talabi deyilibdi. Hapkok Kejon o'tish balli o'zi 100 balldan 60 ball to'playdigan bo'lsangiz, siz o'sha Chungapyongadan o'tar ekansiz. Xo'p, demak, imtihonga ro'yxatdan o'tdingiz, lekin bormadingiz. Bu o'zidan o'zi o'sha pul hapkok bo'lasiz, ya'ni avtomatik tarzda siz imtihondan yiqilgan bo'lasiz. Demak, yana e'tibor berishimiz kerak bo'lgan kichik holatlar bor. Ya'ni nima farqi bor bo'lmasa, biz Sovetunga program 5-tangeni, ya'ni 5-bosqichni o'qib topshirsak nimayu, Sajon Pyonga orqali topshirsak qanday farqi bor deb savol beradiganlar bor. Shu yerda keltirib o'tilibdi. Demak, birinchi holatda biz Sovetunga program 5-tangi 5-bosqich Kibon Kwajongni 70 soatni tugatdik va topshiryapmiz. Biz qanday bo'lamiz?
qilamiz. Demak, 5-bosqichni tugatgan bo'ladigan bo'lsak, biz Yongjuyong kursini to'liq bajargan hisoblanamiz. Ya'ni o'sha Sovetong'ap program 5-bosqich darslarini ham tugatganligimiz bilinar ekan va Yongjukkon uchun asosiy talablar bajarilgan bo'lar ekan. Ya'ni o'sha Yongju vizasiga topshirish uchun biz asosiy talablarni bajargan bo'lar ekanmiz, ya'ni topshira olar ekanmiz. Ikkinchi holatdachi, demak, endi Sajonpyonga orqali topshirgan holatimizda endi biz Yongjuyong kursini tugatgan deb hisoblanmas ekanmiz. Ya'ni biz 5-etapni darslarini tugatmagan bo'lar ekanmiz baribir va lekin baribir Yongjukkon uchun asosiy bilim talabi bajarildi deb tan olinar ekan. Ya'ni Yongjukkon uchun biz topshirsak bo'lar ekan baribir. Shu ekan kichkina farqi. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, qo'lingizni duoga ochgan vaqtingiz haqqimizga duo qilib qo'ying. Alloh barchamizni ilmimizni ziyoda qilsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.